Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, hurmatli tomorqa egalari. Navbatdagi tavsiyalarimiz sizlarga parniklarda va teplitsalarda ko'chatlarning haddan tashqari bo'y cho'zib ketmasligi va baquvvat bo'lishi uchun nimalar qilish kerakligi haqidagi tavsiyalarimizni beramiz. Marhamat. Birinchi navbatda urug' pallaning barglarigacha tuproq solinadi. Bunda poyada qo'shimcha ildizlar hosil bo'ladi. Bu esa o'simlikni mustahkamlaydi. Ikkinchi navbatda haroratni 5-7 darajaga pasaytirish kerak. Bunda salqinlik o'sishni sekinlashtiradi. Ko'chatlarni oynaband, balkon yoki deraza oldiga o'tkazing. Bunda kunduzgi harorat 18-20 gradus bo'lishi kerak. Uchinchi navbatda fotolampa yordamida yorug'likni oshirish kerak. Kuniga 14-16 soat davomida qo'shimcha yorug'lik bering. Ko'chatlarning bo'y cho'zib ketishi ko'pincha yorug'lik yetishmasligidan bo'ladi. Qo'yilgan lampani o'simliklardan 15 sm masofada joylashtiring. Shunda normal yorug'lik tushishini siz ta'minlagan bo'lasiz. Navbatdagi tavsiyamiz o'sish ingibitorlaridan, ya'ni to'xtatuvchilardan foydalaning. Bular bilan ko'chatlarni sug'oring. Bunda yo'riqnomaga amal qiling. Yuqoriga qarab o'sish to'xtaydi va poya yo'g'onlashadi. Buni ko'pi bilan 1-2 marta foydalaning. Navbatdagi tavsiyamiz ko'chatlarni urug' pallasigacha ko'mib, ko'chirib o'tkazing, ya'ni pikrovka qiling. Ko'chirib o'tkazishda cho'zilib ketgan poyani tuproqqa chuqurroq ko'ming. Shunda pomidor va qalampirlarning poyasidan yangi ildizlar, baquvvat ildizlar o'sib chiqishga erishiladi. Salomat bo'ling. Bog' yarating, yaxshidan bog' qolur.